Hammaga salom do'stlar, meni ismim Kompot. Meni yangi videomga xush kelibsizlar. Bolalar, hozir meni orqamda oddiy uy turibdi. Hamma odamlarning muammosi bor bitta. Mana uy qurdinglar, to'g'rimi? Ichida esa hamma narsalar bor. Olmoslar bor, izumrudlar bor. Lekin qanaqa qilib uni qo'riqlab qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Balki lazerlar bilandir, balki banglatayotgan bilandir, balki boshqa narsa bilandir. O'shaning uchun bugun men 4 xil zashita qilib tekshirib ko'raman. Suvli zashita qilamiz, lavali zashita qilamiz, kaktusli zashita qilamiz, banglatayotganli zashita qilamiz. Bugun biz sizlar bilan shuni tekshirib ko'ramiz. Qaysi biri zo'rroq, qaysi biri mahkamroq chiqishini. Bizga esa bugun grifer qarash boradi. Salom. Nu bolalar, biz esa videoni boshladik. Ketdi. Bolalar, biz birinchi bo'lib mana bunaqa suvli zashita bilan tekshirib ko'ramiz. Grifer shodan o'ta olermikin yoki yo'qmi? Xo'p, mashitga biz mana bunaqa devor qurib chiqamiz. Mana shundoq qilib. Endi sizlarda hozir 100% savol bo'lishi mumkin. Kommentariyaga yozishingiz mumkin. Kompot, suvli zashita mana bunaqa devor nimaga kerak? Uy ko'rinib turadi-yu, devor esa uy ko'rinmasligiga kerak deb. Nu to'g'ri aytasiz, bu chunki oddiy suvku bolalar, to'g'rimi? Bu yerdan hamma narsa ham ko'rinadi. Lekin bu devor bizga boshqa narsa uchun kerak. Mana aldakasim suvni sakrab o'tamasligi sizlarda savol bo'lishi mumkin. Nima u aldakasimlik suv deb? Hozir men sizlarga shuni ko'rsataman. Xo'p, bundoq qaziymiz-da, qaranglar. Buni quyib yuborib bitta tushdi, ana bo'ldi, chiqib olamiz, bo'ldi. Mana shunaqa jonni chekadi bu suv, shunaqa suv qilingan. O'shanga sakrab o'tmasligiga buni qilib qo'yapman. Mana shu endi hozir hamma yog'ini sekin-sekin yopib chiqamiz. Nu yoki tezroq yopamiz, tezroq tugashiga. Xo'p, mana shu ozgina qoldi. Aha, ana bo'ldi, tayyor bo'ldi. Men yopib bo'ldim. Endi esa qazish kerak men bitta aldakasim suv uchun. Mana chetlarini hamma yog'ini qazib chiqib, suv quyib chiqamiz aldakasim suvdan. Xo'p, bo'ldi, mana suvlarni qo'yib chiqamiz. Hamma yo'yi menda suv juda ham ko'p. Bolalar, xavotir olmanglar, yetadi menga. U bo'ldi, tayyor. Lekin bor, menimcha kattaroq qilgan yaxshiroq deydi, chunki bunda sakrab o'tib olib, men biz tashlash mumkin mana bu suvli devorni. Bu esa juda ham oson buziladi. O'shaning uchun buni mana shunday kattaroq qilish kerak deb o'ylayapman. Shunaqa qilib hozir biz chiqamiz. Bo'ldi, tayyor. Men endi ichkariga kirib oldim. Endi men oynalarni buzib, mana bunaqa suvli reshotka qo'yish kerak. Sizlarda savol bo'lishi mumkin. Kompot nimaga suvli reshotka? Bular yumshoq bo'ladi-yu menimcha deb. Lekin yo'q bolalar, bular juda ham qattiq bo'ladi. Buzish juda ham qiyin bo'ladi. Menimcha grifer biz olmasa kerak deb o'ylayapman. Hozir mana shularni hamma devorlarni, oynalarni alishtirib chiqamiz. Bo'ldi, tayyor. O'sha grifer ham chaqirursak bo'ladi ham. Menimcha hamma narsa tayyor. Izumrudlar turibdi. To'xtalang, seyf ichida ana olmoslar ham turibdi. Bo'ldi, endi esa biz bolalar griferni kutamiz. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Xo'p, endi hozir ko'ramiz qanaqa zashita qilgan Kompot. Nima tushunmadim, bu suvdan qilingan zashitami? Kompot jinniroqmi nima? Men buni bemalol o'tib ketib olayman. Biz tashlab ekanmiz, suzib ham o'ta olayman. Vashshi oson bo'lsa kerak menimcha. Bu qaranglar, bu oddiy ham bunaqa suv bilan o'rab chiqqanmi? Juda ham oson bo'ladi. Xo'p, qanichi? Bizamiz, tushunmadim, nima bo'pti? Voy, nima bo'ldi? To'xtanglar bolalar, men hozir grifer baqirganini eshitdim yoki qulog'imga eshitildi? Bolalar, mana qaranglar, o'tmoqchi bo'libdi, mana kirkalari ham turibdi. U menimcha mana bu suvga tushganda urib qolgan suvdan. Mana bolalar, ko'ryapsizlarmi? Mana bu suvli zashita ham juda ham zo'r bo'ladi. Oddiy suv bo'lsa ham, lekin ko'ryapsizlarmi, chidab turdi. Bu hech kim ichidan narsalarni o'g'irlay olmadi. Xo'p, bolalar, biz esa endi lavali zashitaga o'tamiz. Mana qo'limda mana bunaqa olovli avtomat turibdi. Biz hozir mana shu yerga qo'yib chiqamiz, chunki bu yerda devor bo'lmaydi-yu. Birinchi bo'lib mana bunaqa turelni qo'yib qo'yamiz. Xo'p, bu yerga mana shu 4 ta chetga turellardan qo'yib chiqamiz bolalar. Xo'p, bundoq mana bu yerga. Xo'p, bu yerga ana bo'ldi, tayyor bolalar. Endi esa buni ichini ochib mana bunaqa olovli pistolet qo'yamiz. Bolalar, kimdir nimaligini, men turel nimaligini bilmasanglar, men aytib qo'yaman. Kimdir bundoq oldiga kelsa, sразу yondirib tashlaydi. Hammasini ichiga qo'yib chiqamiz. Xo'p, bunisiga ham. Xo'p, endi bo'ldi, tayyor. Qaranglar, endi kimdir shu yerga kelsa bo'ldi, sразу yondirib yuboradi uni. Endi esa ham oynalarni ham alishtirish kerak. Bunaqa qalin lavali oynaga ko'ryapsizlarmi qalinligini? O'tgan safar studio anaqa reshotkalar esinglarda bo'lsa, ular bunaqa yupqa edi. Buni esa qaranglar, bu vashshi qalin, buni umuman sindira olmaydi.
tegmoqchi bo'lsa ham srazi qo'li kuyib yonib ketadi. Hamma oynalarni shunaqa qilib alishtirib chiqamiz, chunki oynadan kirib ketib qolishi mumkin qanaqadir qilib. Aha, bu yoqga ham, nu ana bo'ldi bolalar tayyor. Yana bir ikkita oynalar qolibdi, shularni ham hozir alishtirib chiqamiz. Bo'ldi bolalar tayyor. Men hamma oynalarni ham alishtirib chiqdim. Endi esa bolalar mana bunaqa narsalar qo'yib chiqamiz. Bular ninalarga o'xshagan narsa, lekin ustini bossish shunaqa yondirib tashlaydi. O, yomon bo'ladi, lekin yomon kuydirib yuboradi. Shunaqa qaranglar, oppa, ana bo'ldi, ko'rasizlarmi? Yomon bo'ladi. Mayli, xo'p, olib tashlaymiz, alishtiramiz. Xo'p, ana bo'ldi bolalar tayyor. Endi ichkariga kirolmaydi. Mana bu yerda ko'rasizlarmi qanaqa qalin narsalar borligini? Mana bu yerda turel bor. Menimcha umuman o'tolmaydi deb o'ylayapman. Endi esa mana bu yerda qazib lavalar quyib chiqamiz. To'g'ri bolalar, lava quyib chiqamiz. Bu yerdan ham umuman o'tolmaydi. Aha, olamiz. Bo'ldi, endi mana shu yerga lava quyib chiqamiz. Hamma yog'ini chetini qazib, lava quyib chiqamiz. Xo'p, ketdi, mamutlarni ham qazib chiqamiz. Bo'ldi, tayyor. Xo'p, endi esa bolalar qaranglar, mamutdan lavalar quyib yuboramiz. Bolalar ko'rasizlarmi? Bu umuman uyga kirolmaydi. Xo'p, mana shu yerda qani mana bu lavalar yana. Xo'p, olamiz, yana quyamiz. Bambitga ham. Ana bo'ldi bolalar, qaranglar. Hoppa, endi sakrab tushamiz. Xo'p, endi lavalar bundoq oqib tushishi kerak. Xo'p, ana bo'ldi bolalar, qaranglar qanaqa oqib tushganini. Lavani juda ham zo'r bo'ldi. Endi esa bolalar griferni chaqirursa ham bo'laveradi. Mana zashitam tayyor. Xo'p, bolalar, o'tgan safar men suvlidan o'tolmadim, lekin bu safar o'tishga harakat qilaman. Men o'zim bilan bunaqa qumlar olganman, mana bunaqa narsalar olganman, o'tishga harakat qilamiz. Qani nima qilibdi? Voy, vo, nima bu, lavalimi? Vo, nimaga bu bunaqa? Qanichi kelinglar, nima bunaqa qilib tepaga chiqib olishga harakat qilamizmi? Mana bu turellar bor ekanmi? Agar bularni oldiga borsam bo'lamani yondirib yuboradimi nima? Xo'p, kelinglar, bunaqa qilib bundoq tepaga chiqamiz-da. Aha, bundoq. Endi esa bundoq yuramiz. Tushunmadim, nima bo'ldi? Ani yondirib yubordimi nima bo'ldi? Tushunmadim. Ehtiyot bo'lish kerak ekan. Kelinglar, nima mana biz tashlashga harakat qilamizmi? Lekin oldiga borsam agar yondirib tashlasachi mana. Hamma yo'g'ida shunaqa chetlarida mashtaqalar bor ekan-ku. Menda bitta zo'r ideya bor, hozir kelaman. Xo'p, men bunaqa suvni sezmaydigan suv ichib olaman-da. Ana bo'ldi, tayyor. Endi esa mana bunaqa lavaga kiraversam bo'laradi bemalol. Aha, kiramiz. Tushunmadim, nima bo'pti? Voy, tushunmadim. Voy. Voh, bo'ldi, menimcha men hozir yana grifer baqirganini eshitdim. Qani kelamiz. Xo'p, qani nima bo'pti? To'xtaylik, ichkariga kirolmabdimi? Menimcha ichkariga kirolmagan, lekin. Xo'p, lekin nimadir bo'lgan, to'g'rimi? Mana bu yerda qaranglar, o'zi bilan bloklab olgan ekan. Xo'p, qanichi? Ha, bo'ldi, mana men bu aytdim, men yondiradigan narsalar mashina bosib olibdi. Buni ham o'tolmabdi. Ketdi, biz endi yana zashita qilamiz. Xo'p, bolalar, mana bunaqa kaktusli zashita ham ajoyib bo'lishi kerak. Xo'p, birinchi bo'lib qiladigan ishimizni biz ham eshikni alishtiramiz. Agar eshikdan kirmoqchi bo'lsa bunaqa jon chekadi, yomon og'riydi, qo'lga ninalar kirib ketib. Mana bu yerga esa biz kaktuslar qo'yib chiqamiz, bundoq qilib qasib chiqamiz-da. Ha, bundoq kaktuslar qo'yib chiqamiz. Mana shu hamma yog'ini shunaqa qilib qazib. Xo'p, tezroq qasib chiqamiz. Bundoq qilib bu yerga qum qo'yib chiqamiz. Endi esa kaktuslar qo'yamiz bolalar. Ana tayyor bo'lyapti. Ana ko'rasizlarmi, yomon jon chekadi bular. Hamma yoqga hozir shunaqa qilib qo'yib chiqamiz kaktuslarni. Bu yoqga ham, uyga hamma yog'iga qo'yib chiqamiz. Mana shunaqa kaktuslardan umuman o'tolmaydigan qilib. Menimcha buni ham o'tolmasa kerak deb bolalar, qaranglar. Uje ozginasi ham tayyor bo'lib qoldi. Jon chekishini qaranglar. Ehtiyot bo'lish kerak ekan. O'zim ham tushib qolishimga sal qoldi. Hop, kelinglar, ham kaktusni balandroq qilib chiqamiz. Hop, mana bu yerda bundoq bizamiz. Mana shundan shundoq ko'rinib turibdi, qaranglar, mana pullarim. Hop, endi esa mana bu yerga unaqa kaktusli qo'yamiz. Ana bo'ldi bolalar, bunisi ham tayyor bo'ldi. Hop, bu yoqdan kira olish kerak emas. Hop, ichkariga kiramiz ehtiyot bo'lib. Aha, ana bo'ldi. Mana bu yerga esa biz qaranglar, unaqa kaktusli mutantlar qo'yamiz bolalar, qaranglar. Ko'rasizlarmi? Vashi bittada urib tashlaydi, lekin anu griferi bu endi hozir menga otilmayapti. Anu griferga kelsa esa otiladi. Mana bular ham vashi yo'q, uryapti.
o'tdi. Hop, ana bo'ldi, tayyor bunisiyam. Bo'ldi, qochayman mana oldimdan. Bo'ldi, endi esa Griffer chaqirsa ham bo'veradi. Ketdi. Hop, ana bo'ldi. Undan oldingisini ham o'tolmadim. Lavali nimagadir endi bunisidan o'tishga harakat qilaman. Bu nima kaktusli, tushunmadim. Kaktusli ekan. Qanaqa o'taman men endi buni? Menimcha sal qiyinroq bo'lsa kerak. Men ninalar kirib ketadi-yu menimcha. Ehtiyot bo'lish kerak ekan bu yoqda. Qani o'zi aylanib chiqaylik-chi. Voy, yomon ninalar kirib ketar ekan-u. Hozir to'xtaylar-chi, bundoq qilamiz. Hop, ana bo'ldi. Tayyor, qaranglar, juda ham oson bo'ldi. Kompot nimalar qotdi. Hop, ana bo'ldi. Endi ichkariga ham kirib oldim. Bu yoqda endi hech nima yo'qmikin. Tag'in boyani urib qoldimmi endi men yerda nimadir ninalar bo'lganiga. Hop, kiramiz. Qani ichi nima bor ekan bu yoqda? Tushunmadim. Nima o'tdi? Qochman oldimdan, qoch. Tegma menga. Voy. Bolalar, to'xtanglar, men yana Griffer baqirganini eshitdimmi? Qaranglar, men kaktus men bilan sindiribdi-da, lekin ichkarida kaktusli anaqa kutyapti-yu. To'xtanglar, kiramiz. Ana bolalar, qaranglar, malades, sen uni o'ldirdingmi? Malades. Qaranglar, u bunisini ham o'tolmadi bolalar. Men aytdim, u bunisidan ham o'tolmaydi deb. Griffer o'zi vashi nimadirdan o'ta oladimi? Ketdi unda, biz yana oxirgi zashitamizni qilamiz. Xo'p, bolalar, bizda oxirgi zashita qoldi. Mana bunaqa banglatadigan zashita bolalar. Bu yoq endi sal xavfliroq bo'ladi. U banglab ketishi mumkin. Agar sizlar o'zingizlarga ham hech nima qoldirginglar kelmasa, yana men o'g'riga ham hech nima qoldirginglar kelmasa, mana bunaqa banglatadiganlar qo'yib chiqinglar bolalar. Shunday banglab ketadi bo'ldi. Sizlarga ham, unga ham hech nima qolmaydi. Chetlarga mana shunaqa bundoq qilib qo'yib chiqamiz. Mana bunaqa qilib, hop, tepalarga ham qo'yamiz hozir. Bundoq birinchi bo'lib pastlarga qo'ysak, bundoq qilib, endi bu yog'iga ana bo'ldi, tayyor. Yana mana bundoq qilib, sal tepalarga bundoq qilib qo'yamiz. Hop, u yoq tarafdan ham xuddi shunaqa qilamiz. Bundoq, to'xtanglar. Bundoq, ana bo'ldi, tayyor. Mana bunaqa banglatadiganlar qo'yib chiqdik. Endi esa bolalar, men bitta eshigini ochaman-da, mana bunaqa banglatadigan qo'yman. Sizlarda savol bo'lishi mumkin, nimaga banglatadigan deb. Agar kimdir eshikni ochdi, bo'ldi, mana shu hamma narsa osmonga uchib ketadi. Xo'p, yana men lazerlarni ham bekorga olmadim. Hammasini bundoq qilib qo'yib qo'yamiz. Agar men bu oynadan kirib olmoqchi bo'lsa, ana bo'ldi, bundoq ulaymiz. Tak, tayyor. Bu yoq taraf tayyor. Endi bu yoq tarafdan ham xuddi shunaqa qilib chiqamiz. Men kira olmasligiga lazerlar qilib, to'xtanglar, ulaman. Hop, ulaymiz. Hop, tayyor. Bunisini ham bundoq qilib, ana bo'ldi, lazerlar ham tayyor. Endi esa mana bunaqa ninalar qo'yib chiqamiz bolalar. Hamma yog'iga ninalar qo'yamiz. Bunisini ham menimcha o'tolmaydimi deb o'ylayapman deyman shu Griffer. Agar eshikni ochmasa, eshikni ochsa endi hamma narsa osmonga uchib banglab ketadi. Mayli, bundoq ana bo'ldi bolalar. Endi bolalar, ketdi, Griffer chaqiramiz. Kompot, bu safar endi men 100% yutaman. Nima banglatadiganlarmi? Men bularni oddiy olib banglatib yuboraman-u. Yoki yo'q, to'xtanglar. Men banglatishga kelmaganman. Uyga ham banglatib olaman. Men ichidagi narsalarni olishim kerak-ku, olmos, izumrudlarni. Ichkariga qanaqa kirsam bo'larkin? Nima deysizlar, men yoki lazerlarni qanaqadir qilib o'chirib, qanaqadir qilib kirsam bo'larmikin? Qani men bunaqa eshikni ocha olavermikin? Men mashdan turib o'zi, ocha olavermikin? Men qani ichimda cho'zilamiz. Hop, ana bo'ldim. Eshikni ocha olayotgan, lazerlarni o'chirish kerak. Nima bo'ldi? Bolalar, to'xtanglar, men banglagan ovoz eshitdimmi? Voy bolalar, qaranglar, u menimcha eshikni ochdi. Qaranglar, yomon banglab ketdi-yu. Uydan hech nima qolmabdi. Men aytdim, hech nima qolmaydi deb, men yomon kuchli banglatadigan qo'yib qo'ydim. Bo'ldi, menimcha u endi hech qachon bizani qishlog'imizga kelmasa kerak, qanaqadir olmos, izumrudlarni o'g'irlagani. Bolalar, bugun biz bunaqa to'g'ri xil zashitalar qildik. Men endi bir xillari o'tolmaydi sinovdan deb o'ylagandim, lekin o'sha 4 talasi ham sinovdan o'tdi. Griffer bittasidan ham o'tolmadi. Nushto bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomda kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar.